Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Nexia 2 mashinasi 2009-yil 440 ming kilometr masofani bosib o'tgan Eurosoni Super Base konditsionerli varianti orqali ko'rishingiz mumkin. Mashina holatlari zo'r holatda turibdi. Balonlar yaxshi holatda, yumshoq balonlar qo'yilgan charm holda, salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham zo'r holatda turibdi. Mashinaga yaxshi chexol ko'rli solingan orqali 440 ming kilometr masofani bosib o'tgan temir gaz balonli ustanovka qilingan. Motor, korobka, hadoq qismlarida hech qanaqa muammolar o'zini uchun bir qator tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar orqali. 50 partiyada sizlar xohlagandek bo'ladi. Kraskasiga keladigan bo'lsa orqali 40-45% atrofida kraskasi bor ekan, o'zini uchun bir qator unisini ham polnisda tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Asosiysi narxi zo'r narx bo'ldi. Akamiz bilan tortishib faqat oxirida deyaptilar. $2650 bu Hollanda $2650 ga 2009-yil minishga tayyor. Texnik tomonlama hech qanaqa muammosi yo'q. Nexia 2 mashinasi. Egalar nomerni qoldiramiz, telefon qilib barik qilishingiz mumkin.